Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan shunday muhim va hayotiy mavzu haqida gaplashamizki, bu mavzu ayniqsa yoshi 70 dan oshgan har bir kishi uchun g'oyat darajada muhimdir. Agar siz yoki yaqinlaringiz ushbu yosh chegarasidan o'tgan bo'lsangiz, demak, bugungi video sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam berishi mumkin. Pensiya jamg'armasi sizga hech qachon aytmaydigan, ammo sizga haqli ravishda tegishli bo'lgan 3 ta qo'shimcha to'lov haqida so'z boradi. Bu shunchaki mayda-chuydalar emas, aksincha oilaviy byudjetingizga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan katta miqdordagi mablag'lar bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda muhim, chunki ko'pchiligimiz bu imkoniyatlardan bexabar qolamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, shuningdek ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Qadimgi davrlarda pensiya tizimi ancha sodda edi. Deyarli hamma uchun bir xil qoidalar amal qilardi. Odamlar pensiyaga chiqqach, ularga belgilangan miqdordagi nafaqa tayinlanar edi va bu miqdor asosan ish staji va ish haqi miqdoriga bog'liq edi. Qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki maxsus imtiyozlar haqidagi ma'lumotlar juda kam tarqalgan edi. Ko'pincha bu haqda odamlar o'z-o'zidan so'rab surishtirmasdan yoki tasodifan eshitib qolmasdan bilishlari amalda imkonsiz edi. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralari fuqarolarni har bir mavjud imkoniyat haqida faol ravishda xabardor qilmas edi. Axborot olish imkoniyatlari ham cheklangan bo'lib, ko'pincha faqat rasmiy hujjatlar va jurnallar orqali tarqatilar edi. Bu esa oddiy fuqarolar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Pensiya qonunchiligiga ko'plab o'zgartirishlar kiritildi. Ijtimoiy himoya mexanizmlari takomillashtirildi va kengaytirildi. Davlat fuqarolarning turli ijtimoiy qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga intilmoqda, ayniqsa keksa yoshdagilar va ehtiyojmand qatlamlarni. Biroq bu o'zgarishlar bilan birga tizim ancha murakkablashdi. Ko'plab yangi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lsa-da, ular haqidagi ma'lumotlar afsuski hali ham yetarli darajada ommalashmagan. Pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli idoralar qonun bo'yicha sizga ma'lumot berishi shart bo'lsa-da, har bir kishiga alohida qo'ng'iroq qilib, ularning har birining shaxsiy ahvolini o'rganib chiqib, qaysi qo'shimcha to'lovga haqli ekanligini xabardor qilib chiqa olmaydi. Ularning resurslari cheklangan. Ko'p hollarda bu qo'shimcha to'lovlar ariza asosida beriladi. Ya'ni agar siz o'zingiz so'ramas va murojaat qilmas ekansiz, uni olishingiz dargumon. Bu yerda asosiy muammo shundaki, agar siz haqlaringizni bilmasangiz va ularni talab qilmasangiz, shunchaki bu imkoniyatlardan mahrum bo'lib qolasiz. Ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun internet va zamonaviy axborot texnologiyalari bilan unchalik tanish bo'lmaganlar uchun bu murakkablik yanada yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun bugun men sizga aynan shunday yashirin imkoniyatlar haqida batafsil so'zlab beraman. Endi esa e'tiboringizni jamlang. Pensiya jamg'armasi sizga aytmaydigan, ammo siz haqli bo'lgan 3 ta asosiy qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumot beraman. Birinchi qo'shimcha to'lov nogiron oila a'zosini parvarish qilganlik uchun to'lanadigan ustama. Bu qanday qo'shimcha to'lov? Tasavvur qiling. Siz 70 yoshdan oshgan pensiya oluvchi shaxssiz va ayni paytda o'z oila a'zolaringizdan birini, masalan, nogironlik guruhiga kiruvchi farzandingizni, to'shakka mixlangan turmush o'rtog'ingizni yoki yordamga muhtoj boshqa qaramog'ingizdagi qarindoshingizni parvarish qilyapsiz. Ko'pchilik buni oddiy oilaviy burch deb biladi va davlat tomonidan bunday holat uchun qandaydir qo'llab-quvvatlash mavjudligini hatto bilmaydi. Ammo qonunchilikda agar pensiya yoshidagi shaxs, ayniqsa 70 yoshdan oshgan bo'lsa, o'z qaramog'ida nogironlik guvohnomasiga ega bo'lgan oila a'zosini parvarish qilsa, unga qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu nafaqa parvarishlash xarajatlarini qisman qoplashga yoki parvarish qiluvchining o'z ehtiyojlari uchun qo'shimcha mablag' bo'lib xizmat qiladi. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Agar siz 70 yoshdan oshgan bo'lsangiz va oilangizda doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan nogironligi bor shaxs bo'lsa, siz albatta bu imkoniyatni o'rganib chiqishingiz kerak. Bu shunchaki oddiy bir e'tibor emas, balki og'ir yukni yelkasida ko'tarib kelayotgan insonlarga davlat tomonidan ko'rsatiladigan amaliy yordamdir. Kimlar uchun bu muhim emas? Agar sizning qaramog'ingizda nogironligi bor oila a'zosi bo'lmasa yoki sizning turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa yaqin qarindoshingiz sog'lom bo'lsa,
va doimiy parvarishga muhtoj bo'lmasa, unda bu qo'shimcha to'lov sizga taalluqli emas. Misollar bilan batafsilroq ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Farg'ona viloyatida yashovchi 24 yoshli Muhabbat opa. Uning 7 yoshli qizi Sevara bolalikdan nogiron to'shakka mixlangan. Muhabbat opa butun umrini qizining parvarishiga bag'ishlagan. Pensiyasi kam bo'lgani sababli dori-darmonlar, maxsus oziq-ovqat va tagliklar uchun pul topish juda qiyin edi. U pensiya jamg'armasi xodimlari bilan suhbatlashganida, ular unga qaramog'ida nogiron qiz borligi uchun qo'shimcha to'lov olish imkoniyatini hech qachon aytishmagan edi. Biroq mahalladagi keksa avlod vakillari uchun tashkil etilgan tadbirlarning birida ijtimoiy xodim bu haqda ma'lumot berdi. Muhabbat opa dastlab ishonmadi, lekin zarur hujjatlarni o'zining pasporti, pensiya guvohnomasi, qizining nogironlik guvohnomasi va tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi yig'ib pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Natijada unga har oyda o'zining asosiy pensiyasiga qo'shimcha ravishda 2,5 ming so'm miqdorida ustama belgilandi. Bu mablag' Sevaraning dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam berdi va Muhabbat opaning o'zi uchun ham bir oz naf berdi. Ikkinchi misol. Toshkent shahridagi Sargeli tumanida yashovchi 26 yoshli Akmal aka. Uning turmush o'rtog'i 21 yoshli Gulnora aya insultdan keyin nogiron bo'lib qolgan va doimiy parvarishga muhtoj. Akmal aka uy ishlarini ham, Gulnora ayani parvarish qilishni ham o'zi bajaradi. Pensiyasi minimal darajada bo'lib, kommunal to'lovlar va oziq-ovqatga zo'rg'a yetadi. U qo'shimcha to'lovlar haqida eshitganida, dastlab bu unga tegishli emas deb o'yladi. Chunki bu farzandlar uchun beriladi deb bilgan. Ammo qonunchilikda turmush o'rtoqlarini parvarish qilganlik uchun ham imtiyozlar ko'zda tutilgan. Akmal aka pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va turmush o'rtog'ining nogironlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va boshqa kerakli hujjatlarni taqdim etdi. U ham har oyda 200 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov olishni boshladi. Bu ularning oilasi uchun juda katta yordam bo'ldi, chunki bu pulga Gulnora ayaning maxsus ovqatlari va kerakli tibbiy vositalarni sotib olishga imkon paydo bo'ldi. Bu qo'shimcha to'lovlarning sabablari va oqibatlari juda chuqurdir. Davlat bunday imtiyozlarni joriy etish orqali oilalarni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Ayniqsa keksa yoshdagi insonlarga ular oddiy vaziyatlarda ham oilaviy rishtalarni mustahkam saqlashga yordam beradi. Bu bir tomondan nogironligi bor shaxslarning institutsional parvarishga muhtojligini kamaytiradi. Ikkinchi tomondan esa parvarish qiluvchi shaxsning iqtisodiy yukini yengillashtiradi. Bu, shuningdek, keksa insonlarning jamiyatdagi rolini e'tirof etish va ularning o'z oilasiga bo'lgan hissalarini qadrlash demakdir. Ikkinchi qo'shimcha to'lov ma'lum bir sohalarda uzoq muddatli ish staji uchun maxsus ustama. Bu qanday qo'shimcha to'lov? Ko'pchilik pensiya miqdori faqat umumiy ish staji va so'nggi ish haqi asosida hisoblanadi deb o'ylaydi. Ammo ba'zi bir pensionerlar, ayniqsa tarixan muhim bo'lgan, ammo hozirda qayta tuzilgan yoki unchalik faol bo'lmagan sohalarda, masalan, qishloq xo'jaligi, og'ir sanoat, qishloq joylaridagi ta'lim yoki sog'liqni saqlash sohalarida juda uzoq muddat, masalan 40 yildan ortiq ishlagan bo'lsa, ularga maxsus ish staji ustamasi berilishi mumkin. Bu ustama ularning dastlabki pensiya hisob-kitoblariga avtomatik ravishda kiritilmagan bo'lishi yoki alohida ariza talab qilishi mumkin. Ayniqsa ularning ish staji yozuvlari noto'g'ri bo'lsa yoki turli o'zgarishlar davrida yo'qolgan bo'lsa. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Agar siz juda uzoq yillar davomida 20 yil va undan ko'proq muayyan sohada, ayniqsa qishloq xo'jaligi, sanoat, ta'lim yoki tibbiyotning qishloq joylaridagi bo'limlarda ishlagan bo'lsangiz va sizning pensiyangiz ish stajingizga nisbatan adolatsizlik tuyulsa, siz bu imkoniyatni albatta o'rganib chiqishingiz kerak. Bu ayniqsa Sovet davrida ishlagan va o'sha paytdagi ish stajlari to'liq hisobga olinmagan keksa avlod vakillariga tegishli bo'lishi mumkin. Kimlar uchun bu muhim emas? Agar sizning ish stajingiz standart muddatlarda bo'lsa yoki siz bunday maxsus sohalarda ishlamagan bo'lsangiz, unda bu qo'shimcha to'lov sizga taalluqli bo'lmaydi. Misollar bilan batafsilroq ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, Samarqand viloyatining Nurobod tumanidan 78 yoshli Gulnora aya. U 42 yil davomida olis qishloq maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi har doim uning uzoq yillik fidokorona mehnatiga nisbatan kamroqdek tuyulgan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida unga qishloq joylardagi uzoq muddatli pedagogik staj uchun maxsus imtiyoz mavjudligi haqida hech kim aytmagan. Bir kuni televideniyada
xuddi shu mavzudagi ko'rsatuvni ko'rib qolib, umid bilan yana pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. U mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari va guvohlarning ko'rsatmalari asosida o'zining 7 yillik uzluksiz pedagogik stajini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Natijada unga har oydagi pensiyasiga qo'shimcha 300 ming so'm miqdorida ustama qo'shildi. Bu uning hayotida katta o'zgarish yasadi. Chunki bu mablag' unga o'zining yoshiga mos tibbiy tekshiruvlardan o'tishga va o'z sog'lig'ini yaxshilashga yordam berdi. Ikkinchi misol. Xorazm viloyatidan 76 yoshli Islom aka. U g'irdim 5 yil davomida kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Kolxozlar tizimi tugatilgach, uning ish staji hujjatlari qisman yo'qolgan yoki to'liq saqlanmagan edi. Pensiya hisoblashda uning haqiqiy staji to'liq inobatga olinmaganligi sababli pensiyasi juda kam edi. Uning farzandlari bu holatdan xabardor bo'lishgach, arxivdan qidiruv ishlarini boshlashdi va qiyinchilik bilan bo'lsa ham Islom akaning mehnat faoliyatini tasdiqlovchi ba'zi hujjatlarni topishdi. Shuningdek, uning bilan birga ishlagan keksa guvohlarning ko'rsatmalari ham juda muhim bo'ldi. Ular qishloq xo'jaligi faxriysi maqomi uchun maxsus ustama olishga muvaffaq bo'lishdi. Har oyda uning pensiyasiga 2 ming so'm qo'shimcha mablag' qo'shildi. Bu pul Islom akaning nabiralariga sovg'alar olishga va o'zi uchun kiyim-kechak xarid qilishga imkon berdi. Bu esa uning ruhiyatini ko'tarib, yoshi ulug' odamga o'zgacha quvonch bag'ishladi. Bu ustamalar mamlakatimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan, lekin ish haqi past bo'lgan yoki hujjatlar bilan bog'liq muammolar tufayli pensiyasi kam chiqqan insonlarning mehnati va sadoqatini e'tirof etishga qaratilgan. Bu shuningdek keksa avlodning qadrini joyiga qo'yish va ularga munosabat kechirishlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishga qaratilgan siyosatning bir qismidir. Uchinchi qo'shimcha to'lov. Yolg'iz pensionerlar yoki maxsus uy-joy sharoitiga ega bo'lganlar uchun ustama. Bu qanday qo'shimcha to'lov? Ushbu ustama ayniqsa yolg'iz yashaydigan, o'ziga qaraydigan voyaga yetgan farzandi yoki yaqin qarindoshlari bo'lmagan pensionerlar yoki yashash sharoitlari og'ir bo'lgan, masalan eskirgan, ta'mirga muhtoj uyda yashaydigan keksa insonlarga beriladigan ijtimoiy yordamdir. Bu ijtimoiy zaiflik nafaqasi sifatida qaralishi mumkin. Davlat bunday holatdagi fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratadi. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Agar siz 7 ming yoshdan oshgan bo'lsangiz va yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz yoki sizning moliyaviy ahvolingiz va uy-joy sharoitingiz og'ir bo'lsa, siz albatta ushbu imkoniyatni o'rganib chiqishingiz kerak. Bu shunchaki bir ustama emas, balki sizning og'ir sharoitlarda yashashingizni yengillashtiradigan muhim yordamdir. Kimlar uchun bu muhim emas? Agar sizning farzandlaringiz yoki yaqin qarindoshlaringiz sizni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, yoki sizning uy-joy sharoitingiz qoniqarli bo'lsa, unda bu turdagi ustama sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Misollar bilan batafsilroq ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, Buxoro viloyatining Kogon tumanidan 73 yoshli Zohida aya. Uning turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari chet elda ishlashadi va uzoqdan unga pul jo'natsa-da doimiy yordam bera olishmaydi. Zohida aya eski, ta'mirga muhtoj hovlida yolg'iz yashaydi. Pensiyasi kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va uyning mayda ta'mirlariga zo'rg'a yetadi. U mahalladagi faxriylar kengashi orqali yolg'iz keksalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi haqida eshitib qoldi. Bu jamg'arma yolg'iz qariyalar uchun muntazam ravishda uy-joy va kommunal to'lovlar uchun qo'shimcha mablag' ajratar ekan. Zohida aya kerakli hujjatlarni, pasport, pensiya guvohnomasi, uy-joy hujjatlari, mahalla fuqarolar yig'inining yolg'iz ekanligi haqidagi ma'lumotnomasi yig'ib mahalliy hokimiyat huzuridagi ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qildi. Unga har oyda 200 ming so'm miqdorida uy-joy kommunal xizmatlar uchun qo'shimcha to'lov ajratildi. Bu uning uyining ba'zi qismlarini ta'mirlashga va qishda uyini isitish xarajatlarini qoplashga yordam berdi. Ikkinchi misol, Namangan shahridan 70 yoshli Botir aka. U ham yolg'iz yashaydi, farzandlari yo'q. Uning pensiyasi uncha yuqori emas va u juda eski, ko'p qavatli uylardan birining birinchi qavatida joylashgan xonadonda istiqomat qiladi. Bu uy doimiy ta'mirga muhtoj, ayniqsa tom qismi va quvurlar bilan bog'liq muammolar ko'p edi. Botir aka qo'shimcha to'lovlar haqida internetdan o'qib qolib mahalliy ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qildi. Agentlik uning yashash sharoitini o'rganib chiqdi va uni zaif ahvolda yashovchi yolg'iz keksa deb e'tirof etdi. Natijada unga har oyda 220 ming so'm miqdorida uy-joy ta'mirlash va saqlash uchun nafaqa ajratildi.
Bu pullar Botir aka uchun juda muhim bo'ldi. Chunki u endi uyining ba'zi qismlarini ustalar yordamida ta'mirlata oldi va yashash sharoiti ancha yaxshilandi. Ushbu turdagi ustamalar ijtimoiy jihatdan eng zaif, yolg'iz va og'ir sharoitlarda yashayotgan keksa fuqarolarning holatini yengillashtirishga qaratilgan. Davlat bunday insonlarni yolg'iz qoldirmaslikka, ularga munosib turmush sharoitini yaratishga intiladi dedi. Bu ijtimoiy adolat va insonparvarlik tamoyillarining amaldagi ko'rinishidir. Endi esa bu qoidalar va imtiyozlarning ba'zi bir istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlariga e'tibor qaratamiz. Chunki har qanday tizimda bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi bir murakkabliklar mavjud. Istisnolar birinchidan bu qo'shimcha to'lovlarning aksariyati ma'lum shartlarga bog'liqdir. Masalan, oilaning umumiy daromad cheklovlari mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni agar oilaning jami daromadi belgilangan miqdordan yuqori bo'lsa, siz qo'shimcha to'lovga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Nogironlik darajasi, sanoat turi, ish stajining aniq davomiyligi, oilaviy ahvol va yashash sharoitlari ham ustama miqdori yoki uning berilishiga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchidan, ba'zi bir imtiyozlar faqat mahalliy yoki munitsipal darajada mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni ular butun respublika bo'ylab bir xil shartlar bilan amal qilmasligi mumkin. Shuning uchun siz yashayotgan hududning qonun-qoidalarini aniqlab olish juda muhim. Uchinchidan, ba'zi imtiyozlar nafaqat eligibility, ya'ni haqli bo'lish, balki ehtiyojning isbotini ham talab qilishi mumkin. Masalan, sizning moliyaviy ahvolingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar yoki yashash sharoitingizni ko'rsatuvchi aktlar. Tuzoqlari va murakkabliklari birinchi va eng katta tuzoq bu axborot yetishmasligi. Ko'pchilik odamlar shunchaki bunday imkoniyatlar mavjudligini bilishmaydi. Ular so'rashni ham bilishmaydi, chunki ularda ma'lumot yo'q. Bu videoning asosiy maqsadi ham aynan shu muammoni bartaraf etishdir. Ikkinchidan, byurokratiya. Arizani topshirish jarayoni murakkab bo'lishi mumkin. Ko'plab hujjatlarni yig'ish, bir necha marotaba turli idoralarga borish va sabr toqat talab qilinishi mumkin. Ko'pincha keksa yoshdagi insonlar uchun bu jarayon jismonan va ruhan og'irlik qiladi. Uchinchidan, yo'qolgan hujjatlar, ayniqsa uzoq muddatli ish stajiga oid imtiyozlar uchun eski mehnat daftarchalari yoki ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda arxivlardan ma'lumotnoma olish yoki guvohlarning ko'rsatmalaridan foydalanish zarur bo'ladi. To'rtinchidan, noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zida odamlar norasmiy manbalardan yoki mish-mishlardan eshitgan ma'lumotlarga tayanib qolishadi. Bu esa ularni to'g'ri yo'ldan chalg'itishi mumkin. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qilish muhim. Beshinchidan, muddati cheklangan arizalar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza topshirishning ma'lum muddatlari bo'lishi mumkin yoki ular faqat ma'lum bir muddatga, masalan, 1 yilga tayinlanib, har yili qayta rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Noaniq jihatlar, nogiron oila a'zosi tushunchasi har doim ham siz o'ylagandek keng bo'lmasligi mumkin. Masalan, faqatgina bevosita qaramog'ingizdagi shaxslar, farzandlar, turmush o'rtoqlar yoki qonun bilan belgilangan ma'lum bir darajadagi qarindoshlar hisobga olinishi mumkin. O'g'li chet elda ishlaydigan, lekin o'zi O'zbekistonda yashaydigan ona ba'zi yolg'iz pensioner imtiyozlardan mahrum bo'lishi mumkin. Chunki qonun bo'yicha uning farzandi bor deb hisoblanadi. Uzoq muddatli ish staji degan tushuncha ham shartli bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu staj uzluksiz bo'lishi kerak. Ba'zida esa ma'lum bir lavozimlarda yoki sektorlarda ishlagan bo'lishingiz talab qilinadi. Yolg'iz degan tushuncha nafaqat turmush o'rtog'i yo'qligini, balki yaqin atrofda sizga g'amxo'rlik qila oladigan voyaga yetgan farzandlarning yo'qligini ham anglatishi mumkin. Agar voyaga yetgan farzandlaringiz siz bilan bir joyda yashasa yoki sizga muntazam yordam berish imkoniyatiga ega bo'lsa, siz yolg'iz deb hisoblanmasligingiz mumkin. Qo'shimcha to'lovning miqdori doimiy emas. Balki ba'zida asosiy pensiyaning foizi sifatida yoki belgilangan, lekin unchalik katta bo'lmagan qat'iy summa sifatida belgilanadi. Shuning uchun aniq miqdorni so'rab olish muhim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Yuqorida aytib o'tilgan qo'shimcha to'lovlardan foydalanish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Bu yerda aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchidan, ma'lumot to'plang va o'zingizning holatingizni baholang. Avvalo, siz yuqorida aytib o'tilgan 3 ta qo'shimcha to'lovdan qaysi biri sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlab oling. Mish-mishlarga emas, balki aniq faktlarga tayaning. O'zingizning oilaviy ahvolingizni, yashash sharoitingizni,
ish stajingizni va boshqa tegishli ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Agar sizda savollar tug'ilsa, video ostidagi izohlarda yozib qoldiring, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. 2 qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Bu jarayonning eng muhim qismidir. Har bir qo'shimcha to'lov uchun turli xil hujjatlar talab qilinishi mumkin. Umumiy ro'yxat quyidagicha: pasport, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat; pensiya guvohnomasi, pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat; mehnat daftarchasi, ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Ayniqsa, ikkinchi turdagi ustama uchun juda muhim. Agar asli yo'qolgan bo'lsa, ish joyingizdan arxiv ma'lumotnomalari, korxona arxivlaridan nusxalar yoki guvohlik ko'rsatmalari ham yordam berishi mumkin. Nikoh guvohnomasi va farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari agar oilaviy ahvolingiz yoki qaramog'ingizdagi shaxslar bilan bog'liq bo'lsa. Tibbiy ma'lumotnoma yoki nogironlik to'g'risidagi xulosa agar qaramog'ingizda nogironligi bor shaxs bo'lsa yoki sizning o'zingizning sog'lig'ingiz bilan bog'liq bo'lsa. Uy joyga egalik guvohnomasi, ijara shartnomasi. Mahalla fuqarolar yig'inining yashash sharoitingiz haqidagi ma'lumotnomasi, uy joy bilan bog'liq ustamalar uchun. Mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashashingiz yoki oilangizning moliyaviy ahvoli haqidagi ma'lumotnoma, yolg'iz pensionerlar yoki ehtiyojga asoslangan ustamalar uchun. Boshqa barcha tegishli hujjatlar, ilgari ishlagan korxonalardan ma'lumotnomalar, mukofot hujjatlari va HK barcha hujjatlarning nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Asl nusxalarini esa o'zingizda saqlang. 3 qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Asosan sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, tuman qahar pensiya jamg'armasi bo'limi murojaat qilishingiz kerak. Bu joy asosiy pensiya masalalarini hal qiladi. Shuningdek, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla qo'mitasi ham juda muhim rol o'ynashi mumkin. Ular ko'pincha ijtimoiy himoya dasturlari bo'yicha maslahatlar beradi va tegishli ma'lumotnomalar beradi. Yaqinda tashkil etilgan ijtimoiy himoya agentligi ham ko'plab ijtimoiy imtiyozlar va nafaqalarni birlashtirishi mumkin. Sizga tegishli qo'shimcha to'lov aynan qaysi organning vakolatiga kirishini aniqlash uchun ushbu 3 ta organga murojaat qilishdan erinmang. 4 qadam, ariza topshirish va muloqot qilish. To'liq va tushunarli ariza yozing. Arizada siz qaysi turdagi qo'shimcha to'lovni so'rayotganingizni va buning uchun qanday asoslaringiz borligini aniq ko'rsating. Pensiya jamg'armasi xodimlari bilan muloqotda doimo odobli bo'ling, lekin o'z haqlaringizni qat'iy himoya qiling. Barcha savollaringizga aniq va yozma javoblar talab qiling. Agar sizga rad javob berilsa, rad etish sababini yozma ravishda so'rang. Bu hujjat kelajakda yuqori instansiyalarga shikoyat qilish yoki boshqa choralar ko'rish uchun asos bo'ladi. Rad javobida qaysi qonun moddasiga asosan rad etilgani va keyingi qadamlar qanday bo'lishi mumkinligi ko'rsatilishi shart. 5 qadam. Taslim bo'lmang. Byurokratik jarayonlar qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zida sizga bir necha marotaba murojaat qilish yoki qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Lekin taslim bo'lmang. Agar o'zingiz uchun qiyin bo'lsa, yoshroq oila a'zolaringizdan, farzandlaringizdan, nabirlaringizdan yordam so'rang. Agar oila a'zolaringiz yordam bera olmasa, mahalliy notijorat tashkilotlar, masalan Nuroniy jamg'armasi yoki yuridik maslahat markazlariga murojaat qiling. Ko'pincha ular keksa yoshdagi insonlarga yuridik yordam ko'rsatishadi. Har bir so'm, ayniqsa keksalikda sizning hayotingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, siz haqli bo'lgan bu qo'shimcha to'lovlar mavjud. Ular ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, chunki bu haqida faol ravishda ma'lumot berilmaydi. Ammo siz o'zingizning huquqlaringizni bilishga va ularni talab qilishga haqlisiz. Bu sizning mehnatingiz va hayotiy tajribangiz uchun davlat tomonidan ko'rsatiladigan munosib hurmat va e'tirofdir. Sizning pensiyangizga qo'shiladigan har bir qo'shimcha so'm keksalik davringizni biroz yengillashtirishga, dori-darmon, oziq-ovqat yoki boshqa ehtiyojlaringizni qoplashga yordam beradi. Shuning uchun bu videodagi ma'lumotlardan foydalanishdan erinmang. O'zingizni hurmat qiling va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Sizningcha bu qo'shimcha to'lovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Siz yoki yaqinlaringiz ushbu turdagi ustamalardan foydalanganmisiz? O'z tajribangizni va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizni asrang.